Assalomu alaykum, dehqon akalar, yaxshimisizlar? Ishlardan charchamayapsizlarmi? Yarim terimdan charchab qolmayapsizlarmi akalar? Mana ertamanga aytgan joyimiz mana shu. Hop, mana yarmidan terib, shu yarmigacha olib borib qo'yishuvdi, 10 edi. Manaqasi ham ketgan. Mana shu agatimiz 60 metr bo'lsa, o'rtasidan mana shularga manaqasiga ketgandi. Tabrazna shaklda. O'shani 10 tasini terishuvdi yarmigacha. Bu yarmigacha. Endi yarmini terishib, hozir nariga chekkini terishyapti. O'sha yarmidan to o'sha yetib borgan joylarigacha, kecha aytdim aytdim-ku videoda. Hop, 650 kilocha kecha chiqargan bo'lsa, yana ertamanga syomkamda 130 kilocha bor edi. 136 kilo bo'ldi, Andijonga chiqardik. Bir reysda. Ana unaqa kapa yo'q edi ertaman. O'sha kapani tikdik. Vafshi yukimiz ko'payib ketdi bugun. Ana ayollar terib udda qilish olmayapti hozir. Alloh baraka berib. Hop, hozirgacha mana soat 3 bo'lgan bo'lsa, mana shu ertamangi yukimiz bilan 600 kilo yuk chiqardik. Chamasi yana bir 600 kilocha yukimiz bor. Alloh baraka berib, mashindan buyog'ida, mana sentrdan buyog'ini o'zida 1 tonna yuk chiqyapti oshig'i bilan. 1 tonna oshig'i bilan yuk chiqyapti. 3-reysda damazlab ketdi. Bir reys Andijonga chiqardik, 136 kilo, 182 kilo olib borib sotib keldi. Sherga nimamiz, haligi ertaman keyin ikkita damas keldi-yu. Soat 3larda yana bir reysni olib ketdi. Hozir yana 4-reysga kelish kerak, 5-reysga. 5-reys yo ertamanga qoladi, yo birorta klient topib kelib sotib yuboradi. Uni opalarimiz terishyapti o'nlar yoqda. Mana terim bo'lgan joylardan qolgan nimalar, o'tmaylar mana. Terim bo'lgan joylar endi bular mana. Mana shu holatda qorli o'tmaylari. Ammo issiq ham o'ta kuchli bo'ldi. 1-2 kundan beri mana yangi hosillar urib tashadi. Issiq juda kuchli bo'lyapti. Xudo xolasa yaxshi. Chaman bugun menimcha shu 1 tonna bugun shu 1 tonna 200 kilocha mo'ljallab turibman. Shu mash sentrdan bu yoqda chiqadigan hosil, xudo xolasa. 1 tonna 200 chiqadigan bo'lsa, xudo xolasa 4 tonna ketgan bo'ladi shu 42 sutidan chiqqan hosillarimiz. Va mana shu qolgan holatida. Subhanalloh. Mana shu qolgan holatida. Mana shu qolgan holatida. Qo'limdan telefon chiqib ketdi. Uzr. Mana ko'taraman deb turtib yubordim. Mana shu qolgan holatida mana. Bundan ham hozir menimcha o'rtacha bir 2 tonna, balki xudo bersa undan ham ko'proq chiqar. Chunki Allohga shukr yomon emas. Hozir o'rtaroqlardan ko'rsataman. O'rta yetgan joyim qanaqaligini ko'rasizlar. Mana o'rtamiz. Mana shu joygacha mana tergandi. Mana shu sentrgacha tergandi bu yog'ini. Bu yog'ini ozgina terishdi endi. Bu yoqdan endi boshdan anagatdan ertaman tushib o'sha soat nechilarda? Taxminan 8 larda tushgan bo'lsa, u boshdan hali chiqish olgani yo'q, mana ularga nimasigacha, etagigacha. O'sha nimalardan ish boshlanadi soat 7 lardan. Mana shu bu terilgan joy. Mana endi yer ko'chatimizga yetib kelishibdi. Endi mana terilmagan joylar. Mana yoqlar mana. Mana terilmagan joylarimiz akalar. Ko'rinyaptimi? Terilmagan joylarimiz Alloh baraka berib tashagan juda. Yog'imizda mana. Ikkita to'rttasi qo'l bemalol to'ladi. Xudo xolasa shu holatda. Yog'larda ham bor ozman terilmay turibdi. Xudo xolasa bugun kechgacha menimcha hozir bu yerda akalarimiz, opalarimiz ishlashyapti. Bir 15 tacha odam ishlayapti chamasi. Mana hosillar. 300 gram xudo xolasa hosil bor. Xudo xolasa. Mana kapani ichida bo'layotgan ishlar. Tayyorlanayotgan holatlari. Mana shu hozir 600 kilocha yuk bor deydi xudo xolasa. Deydi ham hozir. Deydi 6 tacha opa ishlayapti ekan. O naryoqda
shunaqa holatda dehqonchilikka qiziqqanlar o'sha eksa bo'lar ekan qultmoyi. Menimcha qanaqa sortidan bo'lsa ham eksa yaxshi qarasa natijani yaxshi bo'ladi shekilli. Aynan alba yoki aynan kleri qansa aziyami charlimi menimcha farqi yo'q. Oradagi tafovut juda katta emas, narx tafovuti. Hozir o'sha charlini olayotgan bo'lsa, yaxshisini 20 ming olyapti, mana albani yaxshisini 25 ming olyapti endi bizda qishloq sharoitida. Endi shaharga olib borsa, charli misol 25 ming, 30 ming bo'lsa, to'g'ri bular 50 ming, 60 ming shaharda bo'lar ekan razницasi asosan. Lekin dehqonga menimcha razницasi bo'lmaydi. Qiziq qiladiganlarga faqat yaxshi qarasa menimcha bu natijani yaxshi olaveradi. Menimcha asosan tonnani yaxshi bersa bo'ldi-da bu. 15 ming bo'ladimi, 5 ming bo'ladimi, 10 ming bo'ladimi, nima qiziq bu. Yaxshi tonna bo'lsa, yaxshi natija qilsa bo'lar ekan, xudo xolasa.